ummatgohga ketyapmiz. Hamma yaxshi. Sizlar ham kelinglar, taklifimiz. Ixlos qanaqa ekan? Xudo xolasa. Sizlar ham nasib qilsin. Nima qiling? Nomer 1. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana hojdadamiz ham yaxshi. Barchalarimiz qilgan ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Kelganlar yana qayta kelishni Alloh nasib qilsin. Kelmaganlarni Alloh chaqirsin. Barcha umidman kelgan bandalarni Alloh dunyo oxirat maqsadlariga yetkazsin. Farzandlarimizni, nabiralarimizni dunyoda ham oxiratda ham rohatini ko'rishni nasib qilsin. Sizlar ham xizmatlaringizga rozi bo'linglar. Alloh barcha shar'iy maqsadlaringizga yetkazsin sizlarni. Farzandlaringizning rohatini ko'ringlar sizlar. Amin. Barchalarimizni Alloh tavfiqida barqarorsin. Sallallohu ta'ala va sallam ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi. Rahmat xizmatingizga rozi bo'linglar sizlar ham. Rahmat. Hajabba? Assalomu alaykum. Bugun chesi 12. 12. Rahmat. Tanajoninglar sog' bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa-da niyatinglarga yetib. Xizmatinglarga rozi bo'linglar. Rahmat. Ziyoratlarimiz qabul bo'lsin, Alloh dariga qabul qilsin. Tutgan o'zalarimiz qilgan toat ibodatlarimizni hamma shunaqa yurishlar Alloh nasib qilsin-da. Rahmat sizlarga. Samarqanddan ixlosga ixlos qilgan muxlislarimiz. Oqson Ravzaga bugun kiraylik inshaalloh.